Acayip tanış görüyorsunuz ya. Tunumağam afkan men tak bayam siz bunda kucaklaydıganda bunda tostunuzda tunup da usqaq şey deptim men şu men. Doğuşu hocam. Men şu. Qanday tutdunuz mu afkan? Salomat obdan tutdunuz mu tizliqmi? Salomat obdan turibsiz. Meni yuraymi afkan? Mangılınmaydı. Nemish qilmang'ulma afkan ham ko'rishib oldi qo'ylang. Sizmi salomat ekansiz, men yaxshi tudam. Tunish bilish olgan meni yuraychi. Men sizni tunigan bilan, men qonun sizni tunimaydi. Onun için bunday qarasam siz men qonunni toza tunib ketmaydi ekansiz, ha? Toza obdan uygangan bilan tuniydim ya bu. Bugun nim bo'ldimda, bugun baka tutibsiz men tak ko'rashkin tutqa o'xshay debdim men. Yeşil çıraktan bo'randek mengib. Tas qoldiңiz adamni to'tni soqqalar. Shu yeşil chiroqda shu. Yeşil. Shu yeşil chiroq degandamda biz bo'randek eglanmasak qizil chiroq yinib ketayapti. Qanday qilamiz endi bu yeşil chiroq ham qizil chiroqni mangon desak, bu mangini olmasa uningda. Qanday qilamiz endi? Qarang aka. Ha. Men har qanday ahvollarda piyodalar ko'rgandan keyin cho'qim yo'l vermas emasman. Mükemmel qiziq gap bo'ldimi? Endi bu yeşil chiroq hamda bu yeşil chiroqdimi idam mangsa. Bu qizil chiroqdimi idam mangsa. Seriq chiroqni mangsak o lap qilib o'tib ketsa biz qachon mangimiz hamda? Biz mashina ya bir bo'ynimizga mindirib dabazani sayohat qilgan olmasak, ya bo'lmasa bu uni bir ishtirib o'yinigini olmasak, mana mal besab, mal tushib, işte yeşil chiroqni menga pul tepib o'yini boqadigan og'am buni. Bo'ldi aka, men sizga gap deb belgilanmaydi. Lekin men qanday ahvol ostida bo'lsam piyodalar ko'rgandan keyin cho'qim yo'l vermas emasman. Bular xap bo'lmang afkam, umumanda o'tgan bo'lsa, aytidan boshlab bo'ldi. Mana shu odammi yo'q, chiroqmi yo'q, yo'lmi yo'q, sizmi yo'q, menmi yo'q bu yerda haydaychi mashina bo'ldi. Hozir mang'ulmaydi. Qanday menga bunda ularib qolsam? Men jariman talonni sizga yozay. Sizga men endi bu lek tasmas taqmaganligingiz uchun 100 qo'y. Yeningizga bolaning taqmaganligi uchun 50 qo'y, 150 qo'y men jariman talonni ilib andaman sizchimi? Afkan bu siz qiziqmi? Yani yeşil chiroqni mengisini tutib tasma taqamabsiz deb. O bexatarlik tasması degan u shaharchi taqaydigan bizim bo'lmasa ya o. Qarang aka, men shahar yo'li, men yez yo'li, saran yo'li, men tez surat yo'l demaymiz. Men mashinaga chiqqandan keyin cho'qim taqab o'tiradigan narsa bu. Sizlar emas, yeningizdagi men keniz o'ltag'anim cho'qim taqaydi. Ben bir itin afkan bo'ldi, bu da bir o'zimni bir ching bog'lab o'tiray bo'ldi. Buni belgilanmaydi. Aka, yandim bo'ldi. Nima adamning ko'ziga satma gladiatordek ko'rinmay biz men bir taş etib kelsangmamda adam. Seni şu mashinaga o'zini ching bangjaqda tengib o'tamida deb tutdi shu boshqa shomida bu yerda. Ay Saqchaka, men bir putimda qalbaqlayotgan og'amchidan 15 metr elib o'zimni bog'lab o'tirib olay. Xafaman. Bu to'liq yaqinmig'i narsan. Ma'qul, paypqimni og'zimga tiqib o'tirib, Men nimada gap qilaman bular? Ya bu da taqayli demek. Mangına adaş, manga senin işin manga bir maşını saklap oturamam derizni çın. qo'lim og'rib ketdi mening. Attiga yoq tutdim buni men. Ya bir almashtirib unmidingiz. 300 qo'y ya 200 qo'ylik aynakda bu. Nima bu? Aynak mamdo aynak. Tuvak, aynakning tuvuqi. Da tutib o'ltiyotgan gap do'lan. To'xtanglar. O mashina mana bu yondagi shamol tuzliq aynak o'xshaydi. O'xshash kasdayamiz, qalay tustamış taqib bergan buni. Demak, yo'q, nima? Ba akuva. Uyda aqcham. Yo'q, u ko'chada. Yo'q, talada. Mında o'g'an bu ishni men boshdan deb bergan. Yakanga maltosh mangan. Bir 100 yo'limi biz yo'lga chiqiblam uzun o'tmaydi bir 10-15 to'poq 3-4 mozay yo'lni to'sibdi ekan. Bir ikki inakmi bor ekan. Saran kalkan bu. Shuningni ma'qul labani bisiverdi bip qilib. Sapravlab ketdim, cho'fka manganmay o'tamay